Toshkentda 10 dan ortiq avtomashinalar ishtirokida dahshatli avtohalokat ro'y berdi. Voqea Mirzulug'bek tumani Mirzulug'bek ko'chasining aynan mana shu qismida sodir bo'lgan. Bu yerda siz hodisa natijasida parchalanib ketgan avtomashina oynalarini ham ko'rishingiz mumkin. Barcha kattasi bo'lgan mashinalarning ahvolini qaraylik. Mana mashinalarni qaraylik boyotishini. Mana qaraylik. Bu naqd 12 ta mashina urilgan, yo'llar to'silgan, ko'rasizlar, odamlar g'ovjum. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video tasvirdan ham ko'rishingiz mumkinki, yo'lni aynan mana shu qatnov qismidan harakatlanib kelayotgan Equinox rusumli transport vositasi shu yerda svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunib turgan avtomashinalarning orqasidan katta tezlikda kelib uriladi. Equinox rusumli avtomashina haydovchisi sog'lig'i yomonlashib, boshqaruvni yo'qotganligi sababli svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan bir necha avtomobillarga borib urilib, to'qnashuv sodir etgan. Hodisa oqibatida hech kim vafot etmagan. Equinox haydovchisi tan jarohatlari bilan shifoxonaga yetkazilgan. To'qnashuvdan so'ng Equinox avtomashinasi yo'lning chetiga chiqib ketib, aynan mana shu daraxtga urilgan. Izlari ham bor. Hozirda mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi mas'ul xodimlari tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilmoqda. Barcha haydovchilardan qoidalarga rioya etgan holda harakatlanishlarini so'rab qolamiz. Hodisa natijasida 15 dan ortiq avtomashinalarga shikast yetgan. Qoidalarga rioya qilishimiz qanchalik muhim ekanligini aynan mana shu ko'ngilsiz holatdan ham bilib olishimiz mumkin. Ya'ni bir xato badalini ko'pchilik, ya'ni boshqa yo'l harakati ishtirokchilari ham to'lashi mumkin. Shunday ekan, doimo ehtiyotkor va qoidalarga rioya qilgan holda yo'llarda harakatlaning.